Xo'p, hayotimiz qay tarzga o'zgaradi? Kelajagimiz yaxshimi? Yaxshi kunlar keladimi kelajagimizda? Orzularimiz amalga oshadimi deb ko'ramiz. Kartalarga o'z energiyalaringizni yuboringizlar. Biz ko'rib chiqamiz. O'ylagan insonlar ismini yoshini ham aytishlaringiz mumkin bu yerda. Bunday bo'lsa boshladik. Birinchi variant, ikkinchi variant qila olamiz har doimgidek. Variantlardan bittasini tanlaysizlar, energiyalaringizni yuborasizlar. Birinchi variant, ikkinchi variant. Unday bo'lsa birinchi variantdan boshlaymiz. Bu yerda pul bo'yicha muammolaringiz yechilishini ko'rsatyapti. Qanaqadir pul bo'yicha bog'liq muammolaringiz bo'layotgan bo'lsa, nasib xudo xolasa yechilib ketishini ko'rsatyapti birinchi variantni tanlagan insonlarimizda. Xo'p, yana nima bo'lyapti? Albatta pul bo'yicha muammolaringiz yechilyapti, qarorlar qabul qilyapsiz, o'ylovlarda ham turibsiz, lekin jiddiy taqdir taqozosi bilan oila qurishingiz ham bor. Agar bo'ydoq bo'layotgan bo'lsangiz, oilali bo'lishingiz ham bor. Lekin bilasizmi, hozirdagi holatingiz uncha yaxshi emasligi ko'rinyapti. Nimalarnidir orzu qilyapsiz, nimalarnidir o'ylab siqilyapsiz. Shunaqa holatda qaro kunlarga boshimdan kechiraman degan holatda turibsiz. Lekin rosa qarshichiliklar, muammolarga uchragansiz. Hozirgi holatingiz bo'yicha siqilishlarga tushgansiz. Nimaga qo'l urmang o'xshamayotganligi ko'rinyapti bu yerda. Lekin bilasizmi, qanaqadir orzu qilishdan to'xtamaydigan insonsiz. Orzu qilishdan to'xtamasligingizni va orzularingiz amalga oshishini bu yerda ko'rsatyapti bu karta. Har qanaqa hozirda har qancha holatingiz yomon bo'lmasin, baribir orzularingiz amalga oshishini bu yerda ko'rsatyapti. Ikkilamchiliklardan chiqishingiz kerak, qanaqadir qarorlar qabul qilishingiz kerak. Yaxshi kunlaringiz kelishi uchun qanaqadir siz rosa ikkilamchiliklarda qolgan insonsiz. Orzu qilyapsiz, rosa o'ylovlardasiz. Lekin bilasizmi, bu orzularingiz faqat orzuligicha emas, orzuligicha qolmasligi uchun ikkilamchiliklardan chiqish kerak deb aytib o'tyapti bu yerda. Xo'p, yana nima bo'ladi? Xo'p, tanlovlarda turibsiz, qanaqadir yo'lga ham chiqmoqchisiz, qanaqadir bir borishingiz kerak bo'lgan, qilishingiz kerak bo'lgan ishlaringiz bor. O'sha bo'yicha yo'lga chiqmoqchi bo'lib turganligingiz ko'rinyapti bu yerda. Xo'p, yana nimalar bo'lyapti? Yana o'yin kulgularga ham biroz berilyapsiz. Yorug' kunlaringiz kelishini kutyapsiz. Har qancha holatingiz og'ir bo'lishiga qaramasdan turib, qanaqadir o'zingiz ko'nglingizni ko'tarishga harakat qilayotganligingiz ko'rinyapti bu yerda. Bilasizmi? Yana o'shanaqa karta chiqdi. Orzu, umid qilyapsiz. U orzu umidlaringiz o'xshamayotganligi, yonib kul bo'layotganligi ko'rinyapti bu yerda. Tanlovlar, Alloh tomonidan berilayotgan imkoniyatlar ko'p. Tanlovlar qilishdan qo'rqmasligingiz kerak. Faqat bilasizmi, tanlov qilishda jiddiy qo'rqmasangiz, yorug' kunlaringiz, pul, boylik kelishi kutilyapti, yaxshi kunlaringiz kutilyapti. Zerikishlardan chiqishingiz kerak. Siqilishlardan kutayotgan insoningizni bilasizmi, bir 2 yilda qoldirgan inson bor sizda. O'sha 2 yilda qoldirgan insonni kutishni to'xtatishingiz keraksiz. Bu yerda o'sha to'xtatsangizgina keyin hayotingizga yangi inson kirib kelishi ham ko'rinyapti. Xo'p, birinchi variantdagi insonlarimizga shunaqa nima chiqdi? Rezultat chiqdi. Nima deydi? Ritual nima rezultat chiqdi. Xo'p, mana shu aytgan narsalarni qilsangizlar, zerikishlardan chiqsangizlar, albatta hammasi yaxshi bo'lib ketishi ko'rinyapti. Qandaydir bir insonni qo'yib yuborishingiz kerak. Xo'p, ikkinchi variantdagilarni tanlaymiz, ko'ramiz. Ikkinchi variantdagilar ahvoli qanaqa, nima bo'lyapti hayotda? Ikkinchi variantdagilar faqat o'ylovlarda qolganligi ko'rinyapti. Qaro kunlarni, qaro yo'llarni bosib o'taman deb o'ylayapti. Qandaydir yana bir nimalarni o'ylayaptiki, rejalarida bor narsalar. Garchi xuddiki juda ham qiyin masofa, qiyin nima deydi?
yo'llar borligini va qiyin erishib bo'lmaydigan qiyin holatlarda ekanligini o'ylayapti. Men qancha orzu qilmayman, qancha harakat qilmayman bu narsa erishishim uchun juda to'siqlar ko'p degan holatda turibdi. Bu inson ham qanaqadir bir ikkilamchiliklarda turibdi, nima qilishini bilmayapti, qanaqadir bir yo'llarga ham chiqmoqchi, qo'rquvlarda ham turibdi bu inson. Qo'rquvlarda turganligi ham ko'rinyapti. Yo'lida har xil narsa borda bu inson sog'inyapti, kimdir yaxshi ko'ryapti, rosa sog'inayotganligi ham ko'rinyapti. Keyin bu inson bilasizmi, kim bilandir yoki aytishib qolgan yoki urushgan, o'sha urushgan insoni bilan bu yerda sog'inchi borligini, bir-birini dilini og'ritgan bo'lsa-da, o'sha sog'inchi borligini ko'rsatyapti bu yerda. Shifolanmoqchi bu inson, qanaqadir shifolanmoqchi bo'lib turibdi, o'ziga rituallar qildirmoqchi bo'lib turibdi. Xo'p, bu inson ham rosa ikkilanishlarda turibdi, ikkilanishlardan chiqish kerak. Xo'p, bu inson faqat orzu qilyapti, lekin bilasizmi, hozirgi kuni garchi nima bo'lganligi bilan yorug' kunlari keladi bu inson. Orzu qilishdan to'xtamaslik kerak va yorug' kunlari kelib oilasi bilan baxtli farovon hayot kechirib ketishi ko'rinyapti bu yerda. Hozirda esa qo'l oyog'i bog'langan, ko'zlari bog'langan, rosa qo'rquvli holatda har tomonlama muammolar, problemalar kelayotganligi turibdi. Pul bo'yicha ham muammolari bor, qanaqadir ish yo'llari ham yopilgan, qayerga o'zini nima qilmasin, urmasin, qanaqa holat bo'lmasin, bu insonda hech narsa o'xshamayotganligi ham ko'rinyapti. Bu inson bilasizmi, qanaqadir o'tmishidagi insonlarni yoki o'tgan hayotini rosa sog'inyapti bu inson. Do'stlari bilan ham o'yin kulgu qilyapti, nima o'ylayapti, qanaqadir do'stlari bilan hozirgi bo'layotgan vaziyatlarni ham muhokama qilib turibdi. Borsam hamma narsadan ketdimman, kechaman degan qarorlarga ham kelyapti, lekin yana o'ylovlarda qolib, yana o'sha nima deydi, o'zini aurasiga tushib olyapti bu inson. Ikkilanishlarda turib, u niqobga kirib olgan bu inson. Hozir как будто atrofdagilarga men holatim yaxshi, juda ham zo'r, meni hayotim cho'tka deyapti, lekin ichidan to'kilib tamom bo'lyapti, nimalarnidir o'ylab bu inson. Yomon qattiq sevgi muhabbat borasida siqilishlarga tushib qolganligi ko'rinyapti, azoblarga kirib qolganligi ko'rinyapti. Bu inson bilasizmi, taqdir hukmiga tashlab qo'ymoqchi hamma narsani. Taqdir hukmiga tashlab qo'yib, bo'ldi, hamma imkoniyatim qo'ldan ketdi deganday qilib, yana hozirgi qo'lida bor imkoniyatdan ham voz kechayotganligi ko'rinyapti bu insonda. O'zi o'ylamasdan qarorlar qabul qilib qo'yishidan saqlanish kerak. O'ylamasdan qadamni tashlab qo'yishdan saqlanish kerak bu inson. O'shandagina qo'lida bor baxtni, omadni ushlab qolishi ko'rinyapti. Bu inson bilasizmi, o'ta bir kuchli insonni yaxshi ko'rishi ham bor. Bu inson o'ta kuchli inson. Sevishi bor, birga bo'lishi bor bu insonni. Ikkalasi birga bo'ladi, nasib Xudo xolasa, ikkalasi birga bo'ladi. Faqat shifolanishlar olish kerak, qanaqadir rituallar qildirish kerak, tozalatuvlar qildirish kerak. O'shandagina birga bo'lib ketishi ko'rinyapti. Bu insonda mujik bo'lishi mumkin, pul bo'yicha ham ozgina jichigina muammolari bo'lishi mumkin. Yo bo'lmasa qanaqadir qarzdorliklarimi shunga o'xshash narsalar bo'lishi mumkin. O'sha bo'yicha ham biroz siqilib qolayotgan bo'lishi mumkin, o'sha problemalarni hal qilishni o'ylab. Sevgi borasida hamma narsa tugadi, chilparchin bo'ldi, tamom deb o'ylayapti bu inson, lekin unaqa emas. Bu insonda rosa imkoniyatlar ko'p. Agar o'zi harakat qilib, o'zi qadamni birinchi tashlaydigan bo'lsa, bu insonda imkoniyatlar rosa ko'pligi tushdi. Xo'p, bugungi rezultatimiz mana shulardan iborat edi. Faqat negativ yozaverarkansiz, negativ aytaverarkansiz deganlarga mana boshqa kartada ham ochib ko'rsatyapman. Bor narsani ko'rsatyapman, kartaga tushgan narsani ko'rsatyapman, tashlagan energiyalaringiz bo'yicha ko'ryapman kartani. Yani nima qilayman, bugun ko'rgan narsam aytib beryapman. Mendan bir foyda yo'q sizlarga. Aldab masalan bir narsa tushsa-da, endi voy, bunday zo'r bo'lib ketasiz, palon bo'lib ketasiz deb, voy, hayotingiz zo'r deydigan. Menga nima foyda undan? Men faqat minus foydasi ham yo'q, zarari ham yo'q. Menga aldaganim sizlarga.
Prosta man nima deyapman, mana bu narsani to'g'ri aytyapman, ko'rgan narsamni to'g'ri aytyapman. Может, hayotingizda o'sha narsalar bo'layotgan bo'lsa, o'sha bo'yicha to'g'rilang. O'shani oldini oling, o'zingiz harakat qiling, hayotingiz yaxshi yo'lga bu nima yaxshi tomonga burilishga harakat qiling degan ma'noda men ko'rgan narsalarimni, bilgan narsalarimni aytib beryapman bu yerda. Menga bir tim foydasi yo'q uni sizlarga faqat negativ falonday tugonday deb aytavergani. Faqat negativ bildiryapsan deb yozibdi deb tavba bir kitalar. Ko'rgan narsamni aytaman-da men. Hayotingizda bor narsada bu tan olingda bu narsani. Men yaxshi deganim bilan hayotingiz yaxshi tomonga o'zgarib qolmaydi-ku, aldab yaxshi deganim bilan. Bor narsani aytyapmanmi, tan ola bilish kerak. O'sha hayotda yomonlik bo'layotgan bo'lsa, o'shanga harakat qilish kerak, qandaydir bir yaxshi tomonga o'zgartirishga, bir yechimlarni qidirish kerak inson. Shunaqa negativlar ham kelib qolibdi. Mana boshqa kartada ham ko'rdim. Boshqa kartada ham shu hayotingiz o'zgarib qolarmidi? Xo'p, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar uchun shuncha harakat qilyapman. Unaqa negativ yozmaysizlar, odamni xafa qilib. Shaxsiy ochirim qilmoqchi bo'layotganlar uchun WhatsApp nomerimni qoldiraman, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.